Ham barakali, ham og'izda eriydigan paxlava shirinligini qilamiz. Retsept juda ham oson. Birinchi bo'lib 250 gram sifatli bo'lgan margarinimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. 3 piyola to'la un bilan urvoq holatiga keltirib olamiz. Urvog'imiz shu holatga kelgandan keyin 6 ta muzdek xolodilnikda turgan tuxumni olib, sarig'idan ajratib olamiz. 200 gram qaymoq, 5 ta tuxum sarig'ini yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor massamizni urvoqlarga aralashtirib, qo'lga yopishmaydigan mayin xamir qilamiz. Xamirimizni 3 ga bo'lib, bittasini kichkinaroq, ikkitasini teng qilib, xolodilnikka 15 minutga solib qo'yamiz. Ajratib olgan tuxum oqlarimizni oppoq bo'lgancha mikser qilamiz. Kam-kamdan 2 piyola shakar solib, beze qilib olamiz. Kichkina zuvlarimizni o'rtasi uchun pishirib olamiz. Bezelarimizni teng 2 ga bo'lib, xamirimizni yoyib, yong'oq, mayizlarni solib, pishgan xamirimizni ustidan qo'yib, yana beze, yong'oq, mayizlarni solib, oxirgi xamirimizni yopib, ustidan shunaqa pichoq bilan kesib, yong'oqlarni qo'yib, shunaqa chiroyli holatga keltirib olamiz. Og'izda eriydigan shunaqa chiroyli paxlavalarimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.